Assalomu alaykum hurmatli obunachilarim. 2026-yil kuydirishni boshlayapmiz. Kuydirish deganimda nimani tushunasizlar? Mana sizlar o'tiribsizlar hali ham, lekin 2007-yillar sensatsiyani va rekordni davom ettirishyapti. Bugun Buvayda tumanida xizmatdaman. 2007-yil ukaxonimiz. Probeglari 19 yoshda. Nihoyatda toza pokiza, lekin o'sha mana kelinimizga bir umr foydalanishga o'sha topshirib yuboryapmiz. Bugundan boshlab xudo xolasa xizmatdamiz. Tak, svidetimiz bog'da. Ukaxonim, bugun svidetil o'zlari ekanda. Siz ham uylanmagansiz. Meni kasalim sizni ham davolaymiz. Endi sizlar qanaqa o'rtaqsizlar o'zi? Endi qani ko'cha o'rtaq, mahalladosh, sinfdosh. Sinfdosh. Yo'q. Yaxshi qabul qildim. Jigarim bitta endi mana sinfdoshingizga ham to'yida xudo xolasa zo'r tilak qilaman deb qo'ygansiz-ku. Shuni bitta ayting endi, mana bugun keldi o'sha kun. Svidetil ham hamma bo'lavermaydi-da. Aka misol uchun nechta 34 ta qoladimi, nechta sinfdosh bo'ladi, to'g'rimi? Sinfdoshlar ichida eng saralangani, xafa bo'lishmasin qolganlar, to'g'rimi? Eng yaqini bari sinfdosh bo'ladi. Unaqa svidetil bo'ladi-da, to'g'rimi? Shu baxtga siz bugun sazovor bo'libsiz-da, aka. Demak, do'stlaringiz bir boshqacharoq. Endi boshqacharoq, kuchliroq do'stlar, aka. Kuyov bola, eshiting. Boshqacharoq, yaqinroq do'stlar. Endi bir raddomga birinchi kuni nima olib boradi? Kalasga boradi, to'g'rimi? Bo'yniga qo'yib qo'yapmiz. Mana shu video guvoh. Mana shu video guvoh. Kalasga shu bo'ladi mana. Belgilab qo'yapmiz. Xudo xolasa sizlarga ham shunaqa yaxshi kunlarga yetkazsin. Kuyov bola, 2007-yilsiz, hammaga mana rekord qilib, hammani hozir kuydirib yubordingiz. Pajarni kranlardan hech nima yordam bermaydigan qilib yubordingiz-da, to'g'risi. Buvayda tumanining eng ko'zga ko'ringan insonlardan bo'lib yuring, iloyim. Baxtingiz butun bo'lsin. Ko'zingizni bitta ochib ertalab uyg'onganingizda ham bir pachka dollar turgan bo'lsin cho'ntagingizda, aka. Ko'rdingizmi? Dollar siz bilan boshqacha kuladi-da. Ilohim baxtlaring butun bo'lsin. Qo'sha qaringlar, farzandlaringiz o'g'ilmi, qizmi farzand ko'rganlaringizda ham xudo xolasa kelib xizmat qilishlik nasib qilsin, aka. Xudo xolasa eng mustahkam baxt sizniki bo'lsin. Rahmat. Shunaqa yaxshi kunlaringizda, shunaqa chiroyli kunlaringizda, shunaqa baxtli kunlaringizda xizmat qilish endi baxt-ku. Men osmondaman. Operatorim qiynab tashladi meni. Bo'ldi, qabul qildim. Haligi nimaga o'xshashadi, nima deydi? Yezdite направо deydi-ku, shunaqa. Xo'p bo'ladi, qabul qildim. Biz operatorlarga bo'ysunishga majburmiz. Sizlar kuzatib boringlar. Shunaqa kunlaringizda xudo xolasa xizmat qilishni nasib qilsin hammangizga. Biz ishni boshladik 2007-yillar udar, hali ham rekordda.